Uchtepada turadiganlar, tayyormisizlar? Sizlarga bomba yangiligim bor. Hop, Uchtepa 21-kvartal bo'ladi. Outletdan Uchtepa pasportniga qarab keturish bo'ladi akalar. Svetofordan o'ngga burilsanglar, Uchtepa pasportnini ko'chasi bo'ladi. Havasi ro'parasida yangi Kanada hudдог ochildi akalar. Nima deysizlarmi? Hudдог xonani juda ham zo'ri bo'ladi, jigari yur. Xullas, bu yerda hop, e'tibor bermaylik, o'tlarning orasidan sal tezroq o'tib olamiz. Xudo xolasa Kanada hudдог o'zimmi, yaqin okammi joylari bo'ladi. Bugungi sana 5-noyabr xudo xolasa, ertaga 6-noyabr kuni kelib, bemalol huddoglarni zo'rini akalar yesanglar bo'ladi. Xudo xolasa assortimentlarimiz bor. Bismillah. Qani, jigarki. Hop, bu akalarimiz ishlashyapti, akalarimiz ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa, joyimiz bugun ochildi, aka. Klientlar yaxshimi? Klient zo'r bo'lsin. Hop, klient zo'r, aka. Qilib berasiz. Aka, necha xil assortimentingiz bor? Tushuntirib o'ting, aka. Hozir mana bizda 6 xil assortimentimiz bor. Hop. Salatligimiz bor, katta kichigi bor. Mintuzda salat solinadi. Mesnoyimiz bor. Katta kichigi bor. Qaza bedani tuxum indeyga solinadi. Keyin mangalli shashligimiz bor. Bittaligi bor, ikkitaligi bor. O'zingiz eng yaxshi ko'radiganingiz qaysi biri, aka? Menga shu mangalli yo'q. Mangallimi? Hammaga tavsiya qilasiz, aka. Kofelar, choylar, xudo xolasa muammo yo'q, a? Muammo yo'q, har kuni bo'ladi. Sizni eng zo'ri, aka, men qishda o'sha bo'lib bemalol kelib, mana shu pitak qolsa ham bo'larkan, o'tirib olib, choy qilib. Bolalar o'zi qaraydimi? Bolalar o'zi xizmat qiladimi? Bizda sama asluga kelib turib, Hop. cho'tga qo'yib beramiz. Cho'tdan kelib olib ketib. Bo'ldi, aka. Joningiz sog' bo'lsin, Alloh kuch-quvvat bersin. Xullas, akalar, kelinjonlar, hop, yana bir marta tushuntiramiz. Hop, Uchtepa 21-kvartal bozorchani shunday yonida, bozorchiga yetmasdan bo'ladi. Bemalol kelib, shu yerga kelib huddoglarni yeb ketsanglar bo'ladi. Bizda dostavka xizmatlari ham bor. Hop, Kanada huddog, akalar, kelinjonlar, adashmanglar. Bemalol kelib, mana shu yerda aka-ukalarimizga yetsanglar, chiroyli qilib xizmat qilishadi. Tarqatib qo'yinglar, huddog xo'rligiga jo'natib qo'yinglar, sog' bo'linglar. Masalama.